ala. Xaybov atritidagilar yana davomliq zerakchaqlarning qimmatli kitobini izlash safarini davomlashtiryotdi. Bu chog'da Cho'cho bilan yo'g'in eg'iz o'loni to'sish uchun oldirash bo'lib ketgan edi. Tez mingshak, o'rda qilishma. Yana uxlamsan? Başlar, biz yine yaxshi kakaolarni tutyapmiz. Mush surat bilan ishlasak, Shoyinning tug'ilgan kuni yetib kelguncha shokolad qo'rg'onda cho'qim bitib chiqadi. Bundaq yaxshi sog'ini Shoyin ko'rsa, cho'qim bizga katta mukofot beradi. Bu qitim Xaybov atritidagilar buni bilib qolmasin-jumi? Gaping o'rinliq. Başlar, bo'lmasa zaharlik zambiro postib tursin, ehtiyot qilganim seni yo'q. Zaharlik zambiroq tez sirtqa chiqib chorlagan. Xaybov atritidagilarni ko'rsa, darhol kelib menga do'g'rat qil, angladingmi yo'q? Neymiş baptı? Kakao xabarga yo'liqibdi. Kakao, buningda nayt tanna shokolad yasig'ili bo'ladi. Shokolad, tez berib ularga yordam qilayli. Shokoladlar men keldim. Bak, budun pek de batırken. Ay. Buncha jiddiylashib ketganiga qaraganda Xaybov atritidagilar kelgan o'xshamamdi. Başlar, benim bir amalim var. Mana bu mening eng yangi kashfiyotim tangdashli sirliq ko'rinmas qilish qalpig'i. Enaqli bir qozonning to'q ekan-ku. Başlar, qoldirmay turing, o'yinning qiziqini endi ko'rasiz mana. Hozir men shokolad qo'rg'onini va bizni ko'rinmas holatga keltirib etdim. Xaybov atritidagilar bekor avara bo'ladigan bo'ldinglar. Biz xato kelib qoldikmi, nima? Halit ish, mush yer shu-ku. Bekala avara bo'lib ketdik. Shokoladmi yo'q bo'ldi mana. Biz oldi tarafga berib izlab boqayli. Nima degan mazzilik? O'shimdagilar rostla bizni boyqayanmidi? Tez uni ichiga kirgin. Qudun yo'qturdi-ku. Boya texbar edi-ku. Undaq bo'lsa biz kaynimizga qaytib uni izlab boqayli. Mushundaq mengayversanglar, sizlar yo'qolib ketsanglar qanday qilamiz? Pili. To'g'ri deysan. Biz yomon do'stimizdan birini yordamga chaqirayli. Bu yaxshi amal ekan. Ang yomonini topayli.
Ot ilahi oyuni bu yoqchi. Ot ilahi oyuni mushkanda. Voy, ben ıdıkım kip ketdi ya. Kichik ot iloh hayvani. Mana bu ot iloh hayvanining balaliq vaqti. O'zi kichik bo'lsa-mu, o'sishni va ot o'qyasi etishni biladi. O'zining qudratli kuchini tizgilayolmaydi. U yana sho'xlik qilib avarchilik tepishga usta. Ha, kichik ot ilahi hayvani ekanda. O shuni olmoqkan. Lekin u qarg'i kelamo. Shuncha izlabimizni payqayamidi. Mening yushurun ko'rmas qilish qalpog'imning kuchida bu. Bu degan mening kashfiyotim tursa. Çocukken. Qarg'ada ularning qarab turishiga. Yana mushta qarshi turasan, seni bilib deb qanmay. Boshliq, puraqni purdingizmi? Mening chishim kelyotdi-ku. Chishim botib ketdi. Sizlar mening shokolad qo'rg'animni vayron qildinglar. Sizlarni hargiz bosh qo'ymayman. Bu eskeblaklar tezroq gudung bilan kakaolarni qo'yib etgin. Zaharliksan biroq, bu shumtaklarning adabini belgi. Yanını bizden küçük o ilahi hayvanının karamdını köygen. O eskiden benim çaş pasonumda tükeştirdim. Seherlik zembrok, ulan oftan bir edeplep koy. Kaybol geldi. Kaybol geldi. O yaramaz ebler tezin ulan. Cayığı tek güzelmepti mende. O eski ebler. Hem de o amalsız kağansılar. Xatalışıvatsan, zaharliksan biroq, tez hayvonot tirikliklarga taqabul turgin. Men sizni hayvonot tirikliklarga zarb bergan desam, meni qo'g'lab yuraysan-ku. Qizaloq! O yaramaz eblerler. Kalvala. Boshliq, chatoq bo'ldi. Sizlar unutib qolmanglar. Eliq bodik mening qo'limda juma. Ben bu yerda. Shaymin tug'ilgan kun sog'si. Almisi yo'q bo'ldi. Mana bu kakaonun yetişme hayatken de. Ha, kakao da kalksken. Şaşa. Şaşa. Hayır hoş, ben sizlerni eslep durumum. Ben fakat birini yiyip kalımen. Bana şokolat yasap yer demez mi?
Sen niye işini bilirsen? Kudu, o emraları bilen birle tanış gerek. O yaramaz kalıvala, mening tug'ilgan kun sovuqdim-ku. Şayim hazırda tayyor bo'ladi. Şahin bana tayyor bo'ldi. Bakla achchig'imni keltirishding. Bundaq mehnatlarsini o'zing yeyish.